Annyeonghaseyo yarabun, mening ismim Guna. Koreys tilini o'rganishga tayyormisiz? Unday bo'lsa boshladik. Bizda bugungi mavzu asosiy unvonlar, ya'ni momning birinchi qismi. Hangul. Keling, avvalambor biz Hangul, ya'ni koreys alifbosi haqida tanishib chiqadigan bo'lsak. Hangul bu koreys alifbosi hisoblanib, unda umumiy 40 ta harf mavjud. Shu 40 ta harfdan 21 tasi unlilar, ya'ni mom. Qolgan 19 tasi esa undoshlar, ya'ni cham deb nomlanadi. Biz koreys tilini o'rganish jarayonida shu harflarni ham yana ikkiga bo'lib o'rganamiz. Biz birinchi bo'lib unlilarni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, ularning birinchisi bu asosiy unlilar va diftonglar. Bizda asosiy unlilar bor yo'g'i 10 tadani, diftonglar esa bor yo'g'i 11 tagina. Biz esa undoshlarni ham xuddi shunday ikkiga bo'lib o'rganamiz, ya'ni asosiy undoshlar va qo'sh undoshlarga bo'lib o'rganamiz. Bizda asosiy undoshlar 14 ta, qo'sh undoshlar esa bor yo'g'i 5 donagina mavjud. Bugun biz aynan shu mom, ya'ni unlilardan asosiy unlilarnikini o'rganamiz, ya'ni 10 ta asosiy unlini o'rganamiz. Biz 10 ta asosiy unlini o'rganayotganimizda uni ikkiga bo'lib o'rganamiz. Tik unlilar va yotiq unlilarga bo'lamiz. Tik unlilarga bizda a, ya, o, yo, i harflari, yotiq unlilarga esa o, yo, u, yu, i harflari kiradi. Demak, endi biz birinchi bo'lib a dan boshlab ko'radigan bo'lsangiz, bitta to'g'ri chiziq tortiladi. Bitta to'g'ri chiziq, tepadan pastga bitta to'g'ri chiziq va chapdan unga qarab chiziqdan boshlab unga qarab kichik chiziq tortiladi qoq o'rtasidan. Mana shu harf bizda a harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz esa xuddi shu tepadagi harfni ikkita chiziqli ko'rinishi. Ko'radigan bo'lsangiz, bu harf esa bizda ya deb o'qiladi. Uchinchi harf o harfi. Endi bunda ko'rib turganingizdek chizig'i boshqa tarafga qarab turibdi. Demak, bizda chizig'i o'ng tarafga qarab turgani a, chap tarafga qarab tursa ya, chap tarafga qarab tursa o hisoblanadi. Agar ikkita chizig'i ham unga qarab tursa bu ya, ikkita chizig'i ham chapga qarab tursa bu yo hisoblanadi va bir dona to'g'ri chiziqning o'zi i harfi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi bizda o harfi. Bu endi bizda yotiq unlilar boshlandi. Bu o harfi ko'rib turganingizdek to'g'ri chiziq va tepaga qarab bitta chiziqcha chiqqan. Vertikal to'g'ri chiziq va tepaga qarab bitta to'g'ri chiziq chiqqan. Bu o harfi. Keyingisi esa xuddi yana bir yotiq chiziq va tepaga qarab ikkita chiziq chiqqan. Bu esa bizda yo harfi. Keyingi o'rgangan harf bizda u harfi. Unda ko'rayotgan bo'lsangiz, unda chiziqchalar tepaga emas, pastga qarab turibdi. Bu bizda u harfi hisoblanadi. Keyingi harf esa bizda yu harfi va unda ikkita chiziqchasi ham pastga qarab turadi. Xo'p, endi ajratib olishingiz uchun, agar yotiq unli bo'lsa va uning chiziqchasi tepaga qarab turgan bo'lsa, u holda u harf o bo'ladi. Agar ikkita chiziqchasi ham tepaga qarab turgan bo'lsa, unda bu harf yo bo'ladi. Bitta chiziqcha pastga qarab turgan bo'lsa, bu u, ikkita chiziqcha pastga qarab turgan bo'lsa esa bu yu harfi hisoblanadi. To'g'ri chiziqchaning o'zi esa bizda i harfi, xuddi ruschadagi i harfiga o'xshab talaffuz qilinadi. I harfi. Yana bir bor qaytarib o'taman. Bizda endi keyingi o'rganiladigan narsa bu nig harfi. Ko'rib turganingizdek, bizda nig harfi ana shunday dumaloq shaklda bo'ladi. Aslida bu harf undoshlar qatoriga qo'shilib, lekin aynan unlilar oldidan xuddi mana bu shaklda kelganda, ya'ni mana shu
N harfiga biz A harfini qo'shganimizda mana bunday bo'lib yoziladi. Aynan shunday shaklda kelganda biz uni o'qimaymiz. Ya'ni aynan mana shunday N harfini o'qimaymiz. Shunda bu harf shunchaki A ning o'zi bo'ladi. Mana bu A harfiga qarab. Faqatgina A deb o'qiymiz. Xo'p, endi biz shu yerda ko'rib o'tishimiz kerak. Bizda misol uchun qaysi undoshlari bilan kelsa, unli harflar undoshlari bilan kelsa mana bunday yozishimiz mumkin. Lekin bir o'zini mana bunday shaklda yoza olmaymiz. Keyingisi esa bizda agar bir o'zini yozishimiz kerak bo'lsa, biz uni yoniga aynan mana shu N harfini qo'yib yozishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu yerda o'qilmaydi. A, O tarzida o'qiladi. Bu yerda esa K, Ko shaklida o'qiladi. Keyingisi esa bizda unlilarning undoshlar bilan birikishi. Xo'p, bizda tik unlilarning chap tarafiga undosh harf biriktiriladi. Xuddi mana bu shaklda. Hozir men bu yerda faqatgina N ko'rinishida misol qilib ko'rsatganman, N harfi ko'rinishida, lekin esa bu aslida barcha undosh harflarga ham tegishli hisoblanadi. Yotiq unlilarning esa tepa qismiga birikadi. Xuddi bularda ham men aynan N harfi shaklida ko'rsatganman, lekin esa bu yerda N ning o'rnida boshqa undosh harflar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, albatta berishingiz kommentariyada qoldiring. Shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Menga obuna bo'lishni unutmang. Yanada qiziqroq videolar albatta davom etadi.